Muhimi sovg'ani qiymati emas, muhimi unga berilgan e'tibor degan videolar nima ko'payib qoldi desam, ertaga 14-yanvar ekan onasini debsan. Ertaga vatan himoyachilari kuni omma sovg'a oladigan bolalar 90% vatan tuyg'usi degan fan necha sinfda kirganini bilmaydi. Armiyaga ham bormagan 90% to'shni sovg'a oladiganlardan omma uyatmasdan sovg'a olina oladi, chunki u sovg'alarni olishni uyatish shart emas. E'lon qizlar 500 ta baqal bor, 500 ta, 1000 ta kalendar bor. 500 ta paypa bor, 500 ta kamar bor, har xil razmerlaridan. Haligi 14-yanvar arafasida chiqadigan atirlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz, 30 ming so'mlik. Har xil hidliklari bor, salarkani hidi keladi. Rediskani hidi keladigan, sazan baladi hidi keladiganlardan olib kelib qo'yganmiz. Dastavkalarimiz bor, kelib olib ketib olasizlar. Bolalar xafa bo'lmaysizlar, qaytarib olish xizmatlarimiz ham bor. 3 yildan beri shuna qilib sovg'a aylantiramiz. U ham Telegram kanalda.